Ko'zdagi lazerni korreksiya bilan ko'zda minusini olish bo'yicha gaplashamiz. +2 ga -8 astigmatizm. Tasavvur qilasizmi? Qanaqa katta astigmatizm? Ya'ni smeshinni, ya'ni murakkab, aralash astigmatizm bo'lganlar bular kamroq odamdan tashqari, lekin hozirgi paytda negadir bu ham son jihatdan ancha ko'paydi. U kishi ham Germaniyadan, u kishini yo'nalishi bo'yicha biz lazerni korreksiya amaliyotiga o'tdik. Qo'shimcha gavhar qo'yish muolajasini qilamiz. Ya'ni odamda sog'lom gavhari qoladi, ustiga qo'shimcha gavhar qo'yiladi va bemor bemalol uzoqni yaqinni ko'radi. Ayniqsa bu juda yuqori bo'lgan 10, 12, 15, 20, 25 va undan yuqori bo'lgan miopiyalarda juda qo'l keladi. Buni ham turlari ko'p. Agarki -5, 6 bo'lgan holatlarda yaqin masofangiz ham unaqa zo'r ko'rinmaydi. Yaqin bir 20-25 santimetrdan yaxshi ko'rasiz. Bunday holatda ham biz lazerni korreksiya agar shoh parda to'g'ri kelsa qilib beramiz va bemorni hamma masofada ko'rishini tiklab beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Siz bilan bugun yana ko'zdagi lazerni korreksiya bilan ko'zda minusini olish bo'yicha gaplashamiz. Ko'zda lazerni korreksiya qilish kimlarga tavsiya qilinadi? Asosiy 18 yoshdan yuqori bo'lgan minusi -0.5 dan boshlab to shoh parda qanli qarab -10, 12 gacha biz odatda lazerni korreksiya qilamiz. Astigmatizmlar ham -0.25 dan boshlab to -7, 8 gacha biz lazerni korreksiya amaliyotini bajaramiz. Bugun ham lazerni korreksiyani qildim. +2 ga -8 astigmatizm. Tasavvur qilasizmi? Qanaqa katta astigmatizm. Ya'ni birinchi etapida biz +2 ga -6 ni oldik. Bugun operatsiyasini qilib berdik va keyin bir 6 oydan keyin qolgan 2 astigmatizmini 6 oydan keyin qilamiz. Bizda minus miopiyalarda juda ko'p qiladigan bemorlarimiz bu miopiya, ya'ni ko'zdagi kattaligi, ko'z kattaligi minuslar где-то 0.5 dan 12 gacha deb aytdim. O'shalar juda ko'pchilik tashkil qiladi. Undan tashqari ko'zda astigmatizm bor bo'lganlar ham juda ko'pni tashkil qiladi. Smeshinni, ya'ni murakkab, aralash astigmatizm bo'lganlar bular kamroq odamdan tashqari, lekin hozirgi paytda negadir bu ham son jihatdan ancha ko'paydi. Chunki smeshinni astigmatizmlarda ham plus ham minus bo'lganlar holatlarda lazerni korreksiya qilishni Walter Sekunda degan ustozimiz borlar, ular Germaniyadalar. O'shalarni yo'nalishi bo'yicha qilyapmiz. Hamda doktor Herzer Kanariya degan u kishi ham Germaniyadan, u kishini yo'nalishi bo'yicha biz lazerni korreksiya amaliyotiga o'tdik. Professor Walter Sekundani lazerni korreksiyasi bo'yicha qilish bizga oxirgi paytlarda imенно o'sha smeshin astigmatizm, murakkab miopik astigmatizmlarda, oddiy miopik, oddiy gipermetropik astigmatizmlarda juda ham qo'l kelyapti va aniqlik, cho'tkiz boshqa uskunalarda qilganga nisbatan imенно o'sha MEL 90 Germaniyaning uskunasida qilishda imенно shu Walter Sekundani usuli bizni umuman lazerni korreksiyadagi yangi bosqichga olib keldi. Miopiyalarda biz yengil miopiyada -3 gacha, o'rta darajali miopiyalarda -6 gacha va yuqori darajalarda 6 dan yuqori bo'lgan 12 gacha bo'lgan holatlarda lazerli korreksiya qilamiz. Qachonki shoh pardasi to'g'ri kelsa. Ba'zi holat bo'ladiki -2 lekin shoh parda shunaqa yupqaki lazerni korreksiya qilib bo'lmaydi umuman. Shunaqa bemorlar ham uchrab turadi. Biz bunaqa holatlarda minus to'g'ri kelmay qolgan holatda, ya'ni minusi lazerni korreksiyaga to'g'ri kelmaydi, boshqa usullar to'g'ri kelishi mumkin bo'lganda biz ko'pincha ko'zni gavharini olmasdan qo'shimcha gavhar qo'yish muolajasini qilamiz. Ya'ni odamda sog'lom gavhari qoladi, ustiga qo'shimcha gavhar qo'yiladi va bemor bemalol uzoqni yaqinni ko'radi. Ayniqsa bu juda yuqori bo'lgan 10, 12, 15, 20, 25 va undan yuqori bo'lgan miopiyalarda juda qo'l keladi. Buni ham turlari ko'p. ICL, IPCL degan turlari bor. Bu ko'pincha biza Amerikada ishlab chiqarilgan o'sha Star Surgical firmasi ishlab chiqargan ICL gavharini ishlatamiz. Bunda ko'zni gavhari olinmasdan qo'shimcha gavhar qo'yiladi. Endi lazerni korreksiya sizga to'g'ri keladi deb aytdik. Shu ko'zingizni tekshirishini bir 2 soat, 3 soat, 4 soatgacha ko'zni kasalliklarini turiga qarab turib, ko'zdagi holatga qarab tekshiramiz. Tekshirish juda uzoq vaqt davom etishi, chunki bizni aniq diagnostikamiz operatsiyamizni
uspeshni, ya'ni muvaffaqiyatli bo'lishiga olib keladi. Lazer korreksiyadan oldin shoh parda, ko'zning o'rta qismi va ko'zning orqasi to'r parda holatlari, maksimalniy akkomodatsiyalari va ko'zdagi quruqlik, ko'zni o'zi holatlari hammasini tekshirib ko'riladi. Sizda ko'zingizda qaysi usulda lazer korreksiya qilish tavsiya qilinadi? Agarki ko'zingizda miyopiya yengil darajasi, minusingiz 1 bor yoki 0.75 bor yoki 0.5 bor. Yoshingiz 17, 18, 19 yoshda. Uzoqni yaxshi ko'rmaysiz. Masalan, deylik, tablitsadan 2 qator, 3 qator ko'rasiz, ya'ni bu 20-30% ko'rasiz yoki -1 borda 10% ko'rasiz, bor yo'g'i. Bunaqa holatlarda ham biz lazer korreksiya qilib ko'rishingizni tiklab beramiz. Agarki sizning ko'zingizda 3, 4, 5 atrofida minusingiz bor, 2 dan to 5 gacha bo'lgan holatlarda bu aniq uzoqni ko'rish ancha xiralashgan bo'ladi. Tablitsadan 1 qator, ba'zida 1 qatorni ham, birinchi qatorni ham yaxshi ko'ra olmaysiz. Ochki taqsangiz 5 qator, 6 qator, 10 qator ko'ra olasiz. Bunaqa holatlarda ham eng ko'p uchraydigan holat o'sha -2 dan to -6 gacha, 5 gacha bo'lgan holatlarni ko'proq lazer korreksiya qilamiz, chunki bemorlarda ko'proq xiralashish kuzatiladi bunaqa holatlarda. Bemor uzoqni yaxshi ko'ra olmaydi, yaqinda yaxshi ko'radi. Va bunaqa holatlarda bizlar lazer korreksiya qilganimizdan keyin bemor bemalol o'qiydi, o'rta masofa, uzoq masofani ko'rsatadi. Agarki -5, 6 bo'lgan holatlarda yaqin masofangiz ham unaqa zo'r ko'rinmaydi. Yaqin bir 20-25 santimetrdan yaxshi ko'rasiz, lekin 40 santimetr, 50 santimetrlarga qiynaladi bemor. Uzoqroq qilib turib qaraganda ko'zga yaxshi ko'rmaydi. Televizorlarni ko'rishga qiynaladi va uzoqdagi odamlarni ko'rishga ancha qiynaladi. Ba'zida kechqurungi ko'rishi ham xiralashgan bo'ladi. Bu miyopiya haqida ketyapti gap. Demak, o'sha 5-6 sini olib tashlab beramiz, kechqurun ko'rishdan to'g'rilaymiz. Bemorda 40-50 santimetrdan o'qiydigan, televizorlarni yaxshi ko'radigan va kechqurun ko'rishini yaxshilaymiz va uzoqni yaxshi ko'radigan qilib beramiz. Bu ham 18 yoshdan boshlab turib, to o'sha yoshlari 60, 70, 80 yoshgacha bo'lgan holatlarda ham biz bu muolajani ML90 uskunasida bajaramiz. Va yuqori bo'lgan holatlarda-chi, masalan, 6 dan yuqori, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bo'lgan holatlarda ham agar sizda shoh pardangiz yaxshi bo'lsa, shoh parda qalinligi zo'r bo'lsa, to'r parda holatlari yaxshi bo'lsa, sizda lazer korreksiyaga tavsiya qilamiz va korreksiya qilib beramiz. Bunda bemor albatta 40 santimetrdan umuman ko'rmaydi. Bunaqa minus balandlar o'rtani juda ham xira ko'radi, uzoqni umuman xira ko'radi. Kechqurun ko'rishlari ham ba'zida bu holatlarda ham xira ko'radi. Bunday holatda ham biz lazer korreksiya agar shoh parda to'g'ri kelsa qilib beramiz va bemorni hamma masofada ko'rishini tiklab beramiz inshaalloh. Faqatgina 20-25 santimetrda ko'rmaydi bemor, bemalol o'sha 40-50 santimetrdan boshlab to o'sha uzoqqacha ko'ra boshlaydi. O'zi normada ko'rishga erishadi. Faqatgina ko'zda yalqovlik bo'ladi. Mana shu yuqori darajali miyopiyalarda juda ko'p uchraydi. 6 dan tepasi bo'lganlarda ko'z dangasi bo'lib qoladi. Chunki bizning xalqimiz ko'zoynak taqishni uncha yaxshi ko'rmaydi. Biz 3 yosh, 4 yoshdan ko'zoynak bersak, ular 10-sinf bo'lgancha ham taqmay yuradi va bu ko'zini yo bir ko'zini yo ikkita ko'zini dangasa qilib qo'yadi. Mana bugun ham bir bemorni ko'rdim. Minusi 15 atrofida minusi bor, lekin bemor ochkida bor yo'g'i 2 qator, ya'ni 20% ko'rishga qobiliyatga ega. O'zini ko'zda 2-3% ko'ryapti. So'rasangiz, men kech boshlaganman, uyalganman, taqmayman, hozir ham taqim kelmaydi deydi. Demak, o'shanaqa holatlarda ko'zda dangasalik, ya'ni amblopiya rivojlanadi. Bunaqa holatda siz operatsiya qilganingizdan keyin ham bemor shu 2 qator, 3 qator, 4 qator maksimum ko'rishi mumkin, lekin bu sizdek, ya'ni sog'lom odamdek ko'rish qobiliyatiga ega bo'lmaydi. Masalan, ota-onasidek yoki qarindoshlaridek tiniq ko'ra olmaydi. O'zi uchun yaxshi bo'ladi, lekin hammaga nisbatan o'sha ko'zoynagida qancha ko'rsa, shundan sahal yaxshiroq ko'radigan bo'ladi. Bunaqa holatlarda yuqori darajali miyopiyalarda biz, demak, agar shoh pardasi to'g'ri kelsa, lazer korreksiya qilib beramiz. Lekin 10 dan ziyod bo'lgan 11, 12, 15, 20 bo'lgan bemorlarda juda ko'pchiligida ko'zning shoh pardasi yupqa bo'ladi. To'r parda holatlari yupqa bo'ladi. Biz avval to'r pardani qotiramiz. Lekin ba'zi -1 bo'lganlarda ham ko'z to'r pardasida o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin ko'proq uchraydigani bu yuqori darajalarda aniqki ko'zning orqa tomonida
yupqalashgan joylar, ko'zdagi teshiklar, klapanlar, razriflar, ya'ni yoriqlar, treshinalar, ko'zdagi to'rparda ko'chishlar juda ko'p uchraydi. Buni oldini olish uchun biz hozir keyingi videolarimizda oldini olish haqida ham gapirib o'tamiz. Hozir bizda asosiy mavzuyimiz lazerni korreksiya ko'rishni yaxshilash bo'lganligi uchun bu haqida gaplashmaymiz. Demak, miopiya yuqori bo'lgan darajalarda nima qilamiz biz? Avval ko'zni orqasini qotiramiz. To'rpardani agarki davleniya chiqish xavfi bo'lsa, chunki ko'zda yuqori darajali miopiyalar glaukoma kasallik bilan yonma-yon yuradi. Juda ko'pchilik glaukomalarni ko'rsangiz, ko'zda miopiyasi bor bo'lganlarda ko'p uchraydi. Va bunaqa holatni oldini olish uchun biz albatta ko'zdagi glaukomani oldini olish uchun ko'zdagi rangdor pardadan iridektomiya muolajasini qilib, keyin ko'zni gavharni olmasdan qo'shimcha gavhar qo'yish muolajasini bajaramiz. Demak, bu 3 ta etap, ya'ni birinchi ko'zni orqasini qotirish, ikkinchi etap ko'zda iridektomiya lazer bilan kanalni ochib qo'yish. Buni ham maxsus soatlari bor. Vaqti, ya'ni radushka desak, rangdor pardani ma'lum soatidan biz kanal ochamiz. Va uchinchi etap ko'zni gavharda olmasdan qo'shimcha gavhar qo'yib beramiz. Va bemor bemalol agar ko'zonakda 50% ko'rsa, demak ICL qo'ygandan keyin 60-70% gacha ko'rib bemalol yuraveradi. Yaqin, o'rta, uzoq masofalarni ko'rish, chunki o'zini gavharini olmasdan qo'yamiz.